bitta sinfda 15 ta sinfdosh o'g'il bolalar o'qishgan ekanda. Hop, 14-chi olamdan o'tib 15-chi tirik qolibdi. O'sha 14-chi olamdan o'tganligiga janozaga borishsa, o'sha bitta tirik qolgan sinfdoshlari juda ham achinarli holatda, juda ham qattiq yig'layotgan ekan. Keyin uni ko'rib bag'da turgan odamlar, "Ey baraka topkur, nima uchun shunchalik yig'layapsan? Olamdan o'tgan odam seni akang bo'lmasa, seni otang bo'lmasa, seni ukang bo'lmasa" deb savol bergan ekan. Savol bersa, haligi yig'layotgan odam, tirik qolgan odam, baraka topkur, sinfda 15 ta o'g'il bola o'qiganmiz. Birinchi o'rtog'imiz olamdan o'tganda 14 ta bola borib tobutni ko'targandek degan ekan. Xo'sh, desa, olamdan o'tgani uchun emas, meni tobutimni ko'taradigan odam qolmagani uchun yig'layapman degan ekan. Shuning uchun aytamanki, biz sinfda 22 ta o'g'il bola bo'ladigan bo'lsak, bir joyga to'playdigan bo'lsak, kelsa 8 tasi keladi, yoki u ham kelmaydi. Shunaqa kun kelganda bilmayman ishtasi yig'iladi. Agar siz ham haqiqatdan shunaqa tobutingizni ko'taradigan do'stlaringiz bo'lsa, ularning haqqiga shukr aytib, duo qilib,